Hazoras tumanida ko'zi ojizlar jamiyati hamda tuman ko'zi ojizlar kutubxonasi tashabbusi bilan Navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlangan tantanali tadbir tashkil etildi. Hozir shu haqida. Navro'z ayyomini munosib nishonlash maqsadida tashkil etilgan mazkur tadbirda Ko'zi ojizlar jamiyati viloyat boshqarmasi mutasaddilari so'zga chiqib, yurtimizda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilgan imkoniyatlar, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar, shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash haqida batafsil to'xtalib o'tdilar. Ta'kidlanganidek, bu kabi sa'y-harakatlar jamiyatda tenglik, bag'rikenglik va inson qadrini ulug'lashga xizmat qilmoqda. Mana bugun bizning tumanimizda Ko'zi ojizlar jamiyati va Ko'zi ojizlar kutubxonasi bilan hamkorlikda Navro'z bayramini tashkil qilinmoqda. Mana shu ayyom bilan avvalambor yurtdoshlarimizni Navro'z olam bilan muborakbod etmoqchiman. Bahor fasli bu yasharish faslidir. Tabiat butun olamni gulzorga bo'yadi. Men kutubxona mudiri, ma'naviyatchi va kitob targ'ibotchi sifatida shunday degan bo'lardim. İnsanlarni qalbini gullatadigan narsa bu kitobdir. Bilim bu boylikdir. Kitob esa g'azina degan. İnsanlar qalbiga ekiladigan urug', ma'naviyat urug'i mana shu kitobdan. İnsanlarning qalbiga ekilgan ma'naviyat urug'lari hamisha gurkiraversin. Tadbirning badiiy qismida taniqli san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar ishtirokchilarga ma'naviy ozuqa ulashib, ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Milliy an'anamizga xos musiqiy chiqishlar, bayram kayfiyati yig'ilganlarga unutilmas taassurot qoldirdi. Tadbir so'ngida jamiyat a'zolariga tuman ko'zi ojizlar jamiyati tomonidan bayram sovg'alari topshirildi.